Selam dostlar, yaxshimisizlar? Nurg'un do'stlar bizga xat yozib, Lazı qiyamni oilalarda yasash usulini ko'rsatib qo'yinglar deb talab qilibdi. Biz sizlarga 4 xil lazı qiyamni tayyorlash usulini olib keldik. Bugun ko'rsatadiganimiz bunun ichida ikkinchisi kala go'shti aralashtirilgan lazı qiyamni yasash usuli. Bunun ketadigan materiallar yeni qizil laza, kala go'shti, chanib olgan zencefil. Bunun açık təmini çıkış için yeni küçük kızıl laza, yumğaq süt, uşaq son piyaz, baş piyaz, zencefil, kavav için şakal biryan, bırak süpürmek qatarlıqlar ketidi. Hem de hazır biz lazını uşaq to'g'rib olamiz. Lazını uşaq to'g'rib olgandan keyin izish mashinasiga silib izib olamiz. Bununla küçük lazım aralashtirib solamiz. Izib olgandan keyin qachig'i to'kib olamiz. Kala go'shtni oldida uşaq parchalab, buni mashinaga silib izib olamiz. Bununla sınırsız yerlerini işletimiz. Kala go'shtning sınırlıq yerleri olsa yaxshi chiqmaydi. Bu izish mashinasi silib, izish mashinasida bunu izib olamiz. Go'shtimizni izib tayyorlab olgandan keyin bu puroq material bilan baş piyaz, zencefil, so'ng piyaz, ochko'klarni yoqqa silib, ta'mini chiqarib tayyorlab olamiz. Biz old bilan qozonga yog' qo'yib, bu puroq materiallarni so'g'uq yoqqa solamiz. Yog' asta-asta qizgandan keyin buni siqib o'tib, ta'mini chiqishga boshlaydi. Yog' tuzab, temperaturi o'rilgandan keyin havay to'g'rib olgan bu so'ng piyaz, uşaq so'ng piyaz, ochko'ka, baş piyaz, zencefillarni qozonga solamiz. Bu piyaz, yumğaq süt, so'ng piyazlar işte sarg'ayga vaqtida suzib olamiz. Bu suzib olgandan keyin oldi bilan bak qizdirib yog'ni. Oldi bilan go'shtni sepib, buni suvi tugiguncha qo'raymiz. Go'shtning suvi tugigan vaqtida ozroq singishib beramiz. Orqadan bu so'qqan zencefilni solamiz. Orqadan go'shtga ozroq lovchu joni beramiz. Lovchu joni berib bo'lib, biz so'qib olgan lazimizni solamiz. İşte asta qo'rib, lazning suvi tugiguncha qo'raymiz. Bu aralıqda azroq gunjit solamiz. Bu huangdujang solamiz. 2 qo'shiq. Buni meyi tugigan vaqtida tetik solamiz. Tuz, shakardan bir qo'shiq, vijildan bir qo'shiq. Bunu qo'rganda cho'qib o't kuchiga diqqat qilamiz. Töven o't kuchi ishlatilmadi. Yuqori o't kuchi ishlatsak, ostiga chaplashilib ko'p qoldiq ahvollar bo'ldi. Oxirida suvi tugab, ishda qolib kelgan vaqtida ochiq suv qo'yamiz. Bo'ldi. Ochiq suvni qo'yib, jiqayib o'tmaymiz, bo'lmasa buning muzlik purg'i yo'qolib ketadi.
Bu lazığımız bitti, hem de kaçık ustayımız ha. Bugün olduk mu köpçülük? Bugünkü Kaligöz Laz kıyamı derisini dışarıda akıllaştı. Keyinki sanda kök kızıl Laz bilen yasalgan Laz kıyamını gördünüz. Yaktırgan bolsanlar, yürek verip sakıylap, yakınlarınla gavet kılınlar, her hoş keyinki san görseyle.